Çoğu gamle mezenim hammu. Mardak şabı. Qava mekavşat qava qınat, şırap mekavşat şırap qınat. Hem mekiştevce kişedi munat xalosoy munun diye. Tokayendiki tarsım. Suqda o'tgan kasallarni shu больницаga 2 sanaga olib keldi. Muhtaram prezident, mana bu xalqqa so'q topshidim. Mo'ya bezorkada partofdagi xalqqa qirg'iz. To kadom vaqtda, to kadom soat mo pul metib. Metarsin. G'ururim mardagarmo ham mo'ya. Mana vazir olmadan mana binto. Aholi xalqqa. In milisamo, in organi xodimo faqat mo'ya metarsin ular. Dutash rish munad rish hafta kanda megrad. Cho'ga gamle mezanim hammo. Mardak shabi. Qava mekavşat qava qınat, şırap mekavşat şırap qınat. Hem mekiştevce kişedi munat xalosoy munun diye. Tokayendiki tarsım. Tokaya mardı korşayım tamamıyım bak. Qanaqa ko'mayaptagi pardiza megzarunat xalos appoz. Yoqdagi post bar ava degarki har yakın mujda 2 milyon 3 milyon pul megraftar. O'chirit. Seta hokim shit. Man shaxsan xudam ana amruz xalqi suvga mana tape va'da doda gum sol. Raftam ord nayoftam. Ya xalta orda suq nayoftam ki xarda xiram. Bachcha kachama bardatyam. Ord ne? İnç xiyal haqiqat soni. Kömegum dardamı. Ama yo'q. Ay başkuni yoshpagum yo'q, kalon solagum mi? Semegum. Maqsadim o, maqsadanim xalqqa suq asosan yagona mova lozim bidagi chiz rah. Diga hamma chizga mo ham megirib. I karda giribsiyim ham. Bloqa giribtan mo darkor, zamina mo nametim beda, ora nashavat qirg'iz. Mana qayroqam. Lazarasham. Mana edan, mana fermero gavzanan. Çan getar mana ampistanımız devolanda zamin ustaz Qirg'izbek zishda bravo. İlk az sababi hamqa va shudanimo chegara pardayev kutagi iflos odam bidagi havay omada granitsa kashondagi injava. Granitsanda 200 metr 80 metr apoy kashondagi. Atarza xadashami, pilgirivmi, firqmi, sekardoshat kichkina medonajnak. Xadash ba ayoni. Gapoy nazadan kamakak adabi megun çok ede jahonu tojuko mebinat. Rang bino hol pers guftagi chizay mana mishab vaziyat dida turu bahodanda ko. Ana mo xalqamo organamo sarkar top prezidentamo to hamin شوبای کارهای داخلی خودمون هم وضعیت دیده اهل خلق دیده تور به توره و هذا اینجا هیچ چیزی سیم قوی نیست نه بینم خلق اینها هم جونش بلاش اومد کوسر سرش لابریش شد من هم خیلی مشقت هست هم سخت کشیدم درجه اومد شخص کم اگر خطا نمیکنم راک شدگی نیست یکم راک شدگی نیست دیگه من مثلا اینجا همینجا خرج باقی شوفرو همه شوفروی میومد که تا 4 میلیون 5 میلیون مسئله چیز سوپ مثلا دلار دوسیان Acayip hoşumuzda keyifli ne kadar olacak. Hatta nasıl proje meyilde proje Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, bizni to'g'ri tushuning. Suv xalqi joniga tuyib bo'lgan. Yo'limizni ochib bering, suvimizni, blog'imizni olib bering. Yer sotgan yerlarini qaytarib berishsin. Bo'ldi. Biz boshqa ish. To'xtamaydi suv xalqi. Urush bo'laveradi. Xalq ko'zasi kulib ketdi. Ana xalq. Ana. Non yo'q, pul yo'q. 91 ga kirgan dadam bor. Uyda mana davlatni ko'tarib o'tibdi. Banisaga hech nima yo'q, bo'la olmaydi. Nimaga yo'l yo'q? Ochib bersin, yo'limizni qilib bering. Blog'imizni olib bering. O'zgartirsin. Hokimni kecha kelib Shuhrat G'aniyev deganlari bor ekan. Kelib yo'lda bektaman chirib ketasan deydi.
Qayerga chirib ketdi? Nimaga chirib ketadi? Nimaga chirib ketadi? Xalqni nimaga chirib? Biz O'zbekiston fuqarosimiz. Qo'yma ularga. Biz tojik bo'lganimiz. Qo'yma, yo'q, biz tojik bo'lganimiz uchun bizni Muhtaram prezident, mana shu 2 kundan beri So'x xalqi notinch bo'lib hammasi ko'chaga chiqqan. Chunki 20 yildan beri xalqning ko'zasi to'la bo'ldi. Shuning uchun xalqning yagona talabi mana shu ilgari hokim Tavakkal Rahimov So'x tuman prioritetli komissiyasida ishtirok etgan Homidjonov Sarvarlar va boshqa mutaxassislar qirg'izlarga sotgan yerlarimizni qaytarib olishimiz. Hamma shuni talab qiladi. Asosiy maqsadimiz So'xga koridor berish. Bir hafta ichida natija javobini eshitasiz. Bir hafta. Boshqa hech narsa emas. So'xga koridor berish o'zimizga O'zbekistonning moddiy boyligi bo'lgan yerlarimiz, Chashma bulog'imizni qaytarib olish. 3-dan So'x ahvolini shu kunga yetib kelgan ahvolga tushganda birinchi o'rinda sababchi Farg'ona viloyat hokimi. Bu faqat So'xni emas, Farg'ona viloyat xalqining dushmani ekan Shuhrat G'aniyev. Iltimosimiz yana shu. So'xni yerlarini qaytarib berishga yordam bering. Bizga koridorimizni ochib bering. Suv bulog'imizni bizga ochib bering. Talabimiz mana shu. Xalqning talabi shu. Koridor. Janob prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, biz So'x ahli sizga murojaat etamizki, So'x 25-30 yildan beri anklav tumaniga aylanib qolgan. So'xga kelgan hokimlar hammasi o'z manfaatini o'ylab, hammasi o'z uylarini to'ldirib, boyliklarga to'ldirib, So'x ahlini tola-toroj qilib ketyaptilar. Mana kechadagi voqea tarixda bo'lmagan voqea So'xda sodir bo'ldi. Qirg'izlar hammasi tosh bilan, avtomat bilan chiqib, mana bizni tuman bemorxonamizda, shifoxonamizda hozir 200 taga yaqin odam jarohat olgan, 3-4 ta odam mufojio margni kutib o'tiryapti. Buni kim hal qiladi? Biz prezidentimizga sodiq farzand bo'lib, So'ximizni himoya qilishga haqlimiz. Kimga ishonamiz prezident? Kimga ishonamiz? Mana hozir kecha viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev kelib xalqni daydiga chiqarib, ularni ta'na qilib, tahdid qilib, qochib ketibdi. Tushirib ketasizlar degan ekan. Bizga kim yo'lni ochib beradi? So'x anklav holatda qolgan. Bir oy bo'libdiki, So'xda o'zida chiqaradigan un mahsuloti yo'q. Biz bolalarimizga nima yediramiz, nima kiydiramiz? Olgan oyliklarimiz, maoshlarimiz yetmayapti. Bir qop un o'zi So'xda 150 ga chiqdi. Farg'onadan kelgan bir qop un 200 ga chiqdi. Har kun mahsulot narxlari ko'taryapti. Mahsulot yo'q. Mana So'x chashmamizni qirg'izlar o'zlaricha bostirib kiryapti. Bu kattalarimiz o'zlarini cho'ntagini o'ylab, o'zlarini manfaatini o'ylab, har biri kelib, mana Tavakkal Rahimov degan odam edi. Tavakkal Rahimov kelib So'x atroflarini sotib, Sarvar Homidjonov degan o'z yerfurush, zaminfurush, kuzfurush odamimiz bor. Har kun o faqat o'zini o'ylaydi, xalqni o'ylamaydi. O'zini uchun to'yini o'ylaydi. 5 ta odamimiz hozir So'xda, Qirg'izda zalogda o'tiribdi. Hech kim yordam bermayapti. Armiyamiz mana hech narsaga qodir emas. Armiya hech narsa qilmayapti. Yordam bermayapti. O'zlarimizni haydayapti. Bizni qavmimizni kim yeydi? Biz sizga ishonamiz, siz xalqparvar prezidentsiz. Siz kelib ketishingizni sizdan iltimos qilamiz. Zan talasha kafon. Güzelim ula bak. Rica rafsagis ne ya? Skanga narafsa.
Estoka naqsdan. Başkan, sangutun narası. İle bak güzel. Hala biyo mehrundagi. Zarifjon, baxona gitib Baxona biyo. Va gücü sangırmızı çişkilestu. Sen ne kırın? Va gücü kırmızı va. Bayana saldıkça asılmak var. Ha Camol ya. Ha Camol ya. Bas bas. Ya kuş kuş ya. Kasala gitu. Jamur ya. Jamur itu mau besok. Jamur ile bak ऐसे ना Başkan, ben kola biyoton gürek susama o. Jamure bir de şöyle jol acol gitu göster. Kalon abi o kalon gibi. Kalon da senden o da böyle. O diyse ama ahar gücü görürse. Parto ana pravo, hakiki parto. Bro, pesma. Zapsen. Diyor top pesma. Diyor tolakı. Ha diyor. O brapsi.